Bu hunarni sizga kim o'rgatgan? Toshkentda sanatoriyda yotganimda bitta enagam bor edi, o'sha enagam o'rgatgan. Hammamiz o'zimizni yaxshi ko'rgan odamimiz bo'lardi o'sha. Meni yaxshi ko'rib bo'lgan. Kes, men senga o'rgatay, mendan senga esdalik qoladi deb o'rgatgan. Birinchi o'rgatganda qo'llarim tellab, qiynalib, qiynalardim rosa. Keyin ular 2 kun dam olardi, keyin 2 kundan keyin kelganda kichkina lattacha to'qib qo'yganimda o'zi ko'rib meni xursand bo'lgan. Mana sen tez o'rganding, sen o'zi 3-chi odamimsan. Bittasini 1 yil o'rgatganman. 1 yil o'rgatsam ham qiynalgan. Sen 2 kun ichida o'rganding deb xursand bo'lgan. Odamlar kiysin deb, odamlar xursand bo'lsin deb shuni his qilaman. Qo'llaringiz yoki tanangiz charchaganda sizga nima dalda beradi? Qo'lim charchamaydi. Men to'qishni yaxshi ko'raman. Kim kelsa o'rgat desa hammaga o'rgatardim. Tushkunlikka tushmasin, hayotga harakat qilsin, yashashga harakat qilsin.